Xabaringiz bor, 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning davlat va jamiyat hayotidagi faolligini oshirish maqsadida o'zining yuksak azmu shijoati, bilim va salohiyati, iste'dod va qobiliyatini namoyon etib, turli sohalarda erishgan yutuqlari bilan yangi O'zbekiston taraqqiyotiga, uning xalqaro nufuzini yanada yuksaltirishga munosib hissa qo'shayotgan tashabbuskor va yetakchi yoshlarimiz kelajak bunyodkori medali bilan mukofotlandi. Ular orasida sambo bo'yicha jahon chempioni va jahon kubogi sohibi Shahzoda Azatova ham bor. Katta g'alabalar har kuni takrorlanadigan mashaqqatli mehnat, mustahkam iroda va o'z oldiga qo'yilgan maqsadga sodiqlik, intilish, intizom bilan boshlanadi. Sambo bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Shahzoda Azatova ana shu xislatlar bilan ko'plab yutuqlarga erishgan. Yoshlar kuni munosabati bilan kelajak bunyodkori medali bilan taqdirlandim. Men bundan juda ham xursandman. Ayniqsa prezidentimizning bundan keyin ham harakatda davom eting, biz sizga ishonamiz degan gaplari menga juda ham bir ta'sir qilib, keyingi musobaqalarda ham yurtimiz bayrog'ini balandlarda hilpiratish uchun katta bir motivatsiya bo'ldi desam adashmayman. Qahramonimiz latofatli ayollarimizni sabr-toqati, matonati va yengilmas irodasini xalqaro maydonda namoyish etib kelmoqda. Shahzoda Azatova ham shunday fazilatlar bilan sportning og'ir va talabchan turlaridan biri bo'lgan samboda yuksak cho'qqilarni zabt etdi. Yoshlar kuni munosabati bilan davlatimiz rahbarining mamlakatimizni faol va tashabbuskor yoshlarni davlat mukofotlari bilan taqdirlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Mukofotlanganlar safida Shahzoda Azatovani ham borligi, uni xalqaro maydonlarda qo'lga g'alabalari, vatan sharafini munosib himoya qilib kelayotgani va yoshlar uchun ibratga aylanganini yuksak e'tirofi bo'ldi. Bu kun men uchun tarixda qoladi desam adashmayman. Xudo xohlasa Toshkent shahrida sambo bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Xudo xohlasa bu jahon chempionatida ham birinchi o'rinni olishga astoydil harakat qilamiz va shunga va'da beraman. Kelajak bunyodkori medali sohibasi, uning har bir g'alabasi nafaqat shaxsiy yutuq, balki O'zbekiston bayrog'ini xalqaro arenalarda yuksaklarga ko'tarish yo'lidagi xizmatdir. Davlat mukofoti esa bu mehnatning munosib qadrlanganidan dalolat beradi. Bugun Shahzoda Azatova minglab qizlar uchun orzusiga ishonish, o'z ustida tinimsiz mehnat qilish va har qanday to'siqni yengib o'tish mumkinligini yorqin namunasiga aylangan. Chunki katta maqsadlarga jasoratli, mehnatkash insonlargina erisha oladi. O'zbekiston qizlari sambo bilan shug'ullaning, kuchli bo'ling, chiroyli bo'ling.